Davlat xizmatlarida ishlovchi har bir xodimning asosiy vazifasi fuqarolarga xolis xizmat ko'rsatish va qonunga rioya etishdir. Biroq afsuski, ba'zilar o'z vakolatini suiiste'mol qilib, shaxsiy manfaatlari yo'lida qabih ishga qo'l uradi. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida ana shunday noqonuniy holatga chek qo'yildi. Ya'ni tadbirkorning elektr ta'minotiga oid masalasini hal qilib berishni va'da qilgan fuqaro pora bilan qo'lga olindi. Yordam qilib berish kerak ekan. Nimaga yordam qilib berish kerak? Tok masalasi. Tok masalasida? Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari tomonidan Shayxontohur tuman hududida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida 2000-yilda tug'ilgan Olmazor tuman elektr ta'minot korxonasi xodimi tadbirkor bilan oldindan til biriktirib, tumandagi xonadonlardan birining yerto'lasini tadbirkorlik faoliyati uchun elektr ta'minotiga ulash maqsadida zarur bo'lgan texnik shart, loyiha, kelishuv hujjatlari, xulosa hamda boshqa tegishli ruxsatnomalarni o'zining yuqori turuvchi rahbarlari orqali hal qilib berishini aytgan. Evaziga esa fuqarodan 5300 AQSh dollar miqdoridagi pul talab qilib, kelishilgan mablag'ni Shayxontohur tumanida joylashgan avtoturargohda olayotgan vaqtda tezkor tadbir xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan o'z xizmat vazifasini suiiste'mol qilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan hamda 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan.